Assalomu alaykum. 20-fevral 2026-yilda biz hozir Xorazm viloyatidamiz. Mana buni ko'rsatishimdan maqsad mana shu ildiz chirishga chalingan ko'cha. Belgilari mana shunday ko'z yosh oqqandek bo'ladi. Kimdir shilem deydi, kimdir ko'z yosh deydi. Mana bu kasallik. Buni davosi birinchi navbatda agar iloji bo'lsa qirib spirt bilan artib yod surtish kerak. Xo'sh, davosi masalasiga kelsak, shu narsa. Endi ekinni o'ziga keladigan bo'lsak, ekinni o'zi mana yonidagi o'ng tomon va chap tomondagi limonlarga nisbatan mana chap tomondagi limon, mana bunisi esa mana o'ng tomondagi limon. Limonlardan orqada qoladi. Demak, o'sha ildizda muammo paydo bo'lgandan keyin mana ko'rsatib o'tamiz. Ildizda muammo paydo bo'lgandan keyin ekin qotadi o'sishdan. Shuning uchun avvalambor bunaqa ko'chatlarni ertaroq davolash kerak va belgilari. Endi masalan uzr so'raymiz, hozir dehqonlarimizning anchagina foizi buni belgilari haqida hali ma'lumotga ham ega bo'lmasligi mumkin. Mana belgilari erta gullaydi. To'g'ri aytdim. To'g'ri tushundingiz deb o'ylayman. Erta gullaydi va erta hosilga kirib, hatto davchi ham beradi. Yonidagilari esa mana umuman gulga kirmaydi. Birinchi belgisi mana shu, o'sha ildiz chirish kasalligini kelib chiqishda qanday aniqlanadi? 93lik 476 40 20 Peshku limonchilik maktabi. Mana shunaqa qilib kasallarni oddiy yo'l bilan aniqlash yo'llarini asta-sekin o'rgatib boramiz.